Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Assalomu alaykum san'at ixlosmandlari. Dam olish kunlarida oila davrasida bizni tomosha qilayotgan aziz muxlislar, Oynajahon qarshisidan aslo uzoqlashmang. Diqqatingiz markazida shanba oqshomida dam olish dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilari siz bilgan, siz yaxshi taniydigan xonandalar. Ular tele o'yinimiz shartlarini bajarishga shay bo'lib turibdi. Siz aziz teletomoshabinlarni uzoq kuttirmasdan ularni studiyamiz markaziga taklif etamiz. Marhamat kutib oling, tele o'yinimizning birinchi ishtirokchisi xonanda Mansurbek Abdurimov. Assalomu alaykum. Mansurbek, ko'rsatuvimizda xush ko'rdik. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Tele o'yinimizning navbatdagi ishtirokchisi xonanda Yulduz Jumaniyozova. Marhamat. Yulduz, studiyamizda xush ko'rdik. Rahmat. Shu shanba oqshomida dam olish ko'rsatuvida ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Yurtdoshlarimiz bilan, teletomoshabinlar. Xudo xolasa bugun bir ko'rsatuvimizni yaxshi kayfiyat bilan, bir qiziqarli qilib o'tkazishga tayyormiz, Mansur aka. Ana shunday yuqori kayfiyat bilan boshlayotganingizdan biz ham juda ham xursandmiz. Rahmat. Sizdan qanday ijodiy namuna tinglaymiz? Endi hozir ijodimizdagi bir yangi narsa. Endi o'sha xalfalarimiz ijro qilib o'tgan qadam bosib kelsa bizni illere, qadam bosib kelsa bizni illere, aylanaman gelinni kadı boyundan, aylanaman gelinni kadı boyundan, bülbül uçup konsa taze güllere, bülbül uçup konsa taze güllere, aylanaman gelinni kadı boyundan, aylanaman giyevni kadı boyundan. Rahmat dedi. Juda ham chiroyli ijro bo'ldi. Biz ham ijodiy faoliyatingizga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz va ana shunday ko'tarinki kayfiyat bilan bugungi tele o'yinimizning so'nggi ishtirokchisi bo'lgan yosh umidli xonandalardan San'atbek Yusupovni taklif qilamiz. Marhamat. San'atbek, xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Hozir teletomoshabinlarimiz sizdan ham qandaydir ijroni kutishayotgani tabiiy hol. Keling bo'lmasa bir qisqacha xirgoyi qilib bersangiz o'z ijodingizdan. Yaxshi, qo'ldan kelgancha. Jig'alari boshimda bir qiz durar qoshimda, jig'alari boshimda bir qiz durar qoshimda, yuraklari o'tsalar ey xudon 6 yoshimda, yurakime o'tsalar ey nakon 6 yoshimda. Rahmat. Mana aziz teletomoshabinlar, ishtirokchilarimiz bilan ham tanishib oldik. Endi navbatni birinchi shartga beramiz. Ishtirokchilarimiz birinchi shartda har galgidek xirgoyi qilingan qo'shiqning so'nggi harfi bo'yicha uni davom ettirib ketishlari kerak bo'ladi. Shart davomida albatta ulardan ijro mahorati va hozir javoblik talab qilinadi. Mabodo ishtirokchilarimiz 5 soniyadan ortiq o'ylanib qoladigan bo'lsa, biz shartni boshqa ishtirokchilar bilan davom ettiramiz. Marhamat, Mansurbek, shartni boshlab berishingiz mumkin. Ne buldu, yandım yaman derdinde, sersamman, hayranman, kim başını derdinde. A harfiga. Ammo bahor kelganida ochilish kerak ekan, gulimi va xazon to'lib sochilish kerak ekan, ammo yashash kerak ekan, ochilmoq kerak ekan, gulimi va xazon to'lib sochilish kerak ekan, sochilish kerak ekan. Ne gurbatlarını çektim, çarkı bir dünya destinden, tamam yıkanım alım, buldu çün berbat destinden, mudam matemde buldu, bulmadı dilşad destinden, hemen abad oldum, bulmadı
destingden Kime nerkayga barsam Dağ biter mende destingden Nasibimiz yok iken koy yığlama yığlama Özünni ham meni ham qiynama ya qiynama Nasibimiz yok iken koy yığlama yığlama Özünni ham meni ham qiynama yar qiynama Ene canınla vaydan gelişim Ayakına dar olup döküşü Ene canınla vaydan gelişim Ayakına dar olup döküşü Devrelerde kahkahırı gülüşü Devrelerde kahkahırı gülüşü Ene can din dilber cihana geldi Ene can güzelleri güzelim eldir İltimasın gevherimge Ürür meni şeyda dinler İltimasın gevherimge Ürür meni şeyda dinler Urtanırman bırak gidey Göz yaşım diyey Feryat dinler Urtanırman bırak gidey Göz yaşım diyey Derya dinler Aşkınız bunca yamandım yaman bakasız siz Aşkınız bunca yamandım yaman bakasız siz O göğe tamirda kanım Ornada kasızsız Dünyadaki hemmeden yakasızsız Göğe tamirda kanım Ornada kasızsız Dünyadaki hemmeden yakasızsız Zengini ayakıma koyun zengini Yarın uzaklak gitse çıkar iman izini Zengini ayakıma koyun zengini Yarın uzaklak gitse çıkar iman izini İşkında güymez hiç kim Pervana olmagunca Seni yeyenmez aşık Divana olmagunca Eğer könglim şad etse O şelleşir zecenanim Kara havlim ve bakşı cüme Semerkandı buharanim İşk başka, heves başka, hayu hevesni unut Sevdim degen mertigitni, kessin ona mekkem tut Toylar mübarek Yanadı yürek seni de boladı helek seni de Yanadı yürek seni de boladı helek seni de Gelmedin hiçem yanıma halimi sorap beni de Gelmedin hiçem yanıma halimi sorap beni de Baxt o'zi nimadir men bilolmadim Sevgini ekan tushunolmadim Ammo armonlarning azoblaridan qancha tirishsam ham hech qolmadim Bu dunyo sig'magan ich ko'zimga To'lib qoldi ikki tomchi achchiq yosh Peshona deganga
qolgan ekan. Rohat emas faqat chidam va bardosh. Shaydo dilim g'amga to'lganday, Majnunlara hamroh bo'lganday, Karbalo dashtida qolganday azob chekdim hijronlaridan. Nazların ko'rg'ay seni dim qiynaydi jonimni, nigohlaring past etib ko'pirtar ko'nglimni. Ay sevgimni bir bora nazar pisab qilmading, ay sevgimni bir bora nazar pisab qilmading. Alacak bo'lsang nazlanmay al kelal men jonimni, alacak bo'lsang nazlanmay al kelal men jonimni. Ishqim manına bir gün bata bata gitarsan, bana bergan azobim torta torta gitarsan. Non yapaman o'xshatib, rapidani qaqshatib, non yapaman o'xshatib, rapidani qaqshatib. Ana moy semetmiydi, moy semetmiydi, tandıra bo'yim yetmiydi, tandıra bo'yim yetmiydi. Naz bilan ahayya, isli bilan idiya, naz bilan ahayya, isli bilan idiya. Aldı ko'nglimni meni birgina dilbergina, aldı ko'nglimni meni birgina dilbergina. Lablari asalgina, ko'zlari shakargina, lablari shakargina, ko'zlari dilbergina. Rahmat. Vasila, keling bo'lmasa shartni shu yerda to'xtatsak, chunki bugungi ishtirokchilarimiz juda ham faol ishtirok etishdi va albatta bir-biridan go'zal va chiroyli qo'shiqlarni tuhfa qilishdi. To'g'ri aytasiz, shartimiz g'olibi har uchala xonandamiz. Ularni olqishlab qo'yamiz. Ana shunday ko'tarinki kayfiyat bilan navbatni ikkinchi shartga beramiz. Vasila, bilasizmi, qaysi soha bo'lmasin, ustozlarning o'gitlari doimo bizga asqotadi. Ularning faoliyati, ijodini o'rganib, ulardan hayotimizga andoza olamiz. To'g'ri aytasiz. Ayniqsa san'at olamida ham shunday buyuk ustozlar, san'atkorlarimiz o'tganki, ularning ijodi xalqimizning qalbidan joy egallab, ma'naviy dunyosini boyitgan. Ayniqsa yosh xonandalarimiz, ustoz san'atkorlar Komiljon Otanyazov, Otajon Xudashukurov ijodlarini yaqindan bilsalar va o'z hayotida qo'llasalar, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Hurmatli ishtirokchilar, bu haqda biz bejizga so'z ochmadik. Ya'ni hozirgi shartimiz aynan ustoz san'atkorlarimiz ijodi bilan bog'liq. Shart davomida biz ustoz san'atkorlarning qo'shiqlardan qisqacha parcha eshittiramiz. Siz bu qo'shiqning nomini hamda qaysi san'atkor uni ijro etganligini bizga topib aytib berishlaringiz lozim bo'ladi. Agar shartimiz qoidasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, ovoz rejissyorlarimizdan iltimos qilamiz. Birinchi ishtirokchimiz Mansurbek Abdurimov uchun ovozdan parcha qo'yib berishlari mumkin. Marhamat. Başladım köye Mana Mansurbek qo'shiqdan parchani eshitdingiz. Mazkur qo'shiqni kim ijro etgan va qo'shiqning nomi nima? Menimcha bu ustozimiz Abdullajon G'afurov, barchamiz taniydigan aziz ustozimiz. Ashulasining nomi Dilxiroj bo'lsa kerak. Javobingiz to'g'ri. Marhamat, mana shu qo'shiqni sizning ijroingizda tinglaymiz. Uzr, lekin so'zlar esimda qolmagan bu qo'shiqni. Nima ham derdik? Ikkinchi ishtirokchimizga ovoz rejissyorlarimizdan so'raymiz, qo'shiqdan parcha eshittirishlari mumkin. Marhamat. Mehrum
muhabbetin gedasmen gedasi mehru muhabbetin gedasmen gedasi nazik tebessümin gedasmen gedasi. Mana Yulduz qo'shiqdan parchani tingladingiz. Ushbu qo'shiqning ijrochisi kim va qo'shiq nomi? Qo'shiqni eshitdim, lekin ovozini ustoz san'atkorimiz, ustozimiz Sulton Pasha O'dayevaga o'xshatdim, lekin topolmadim kimligini. Bu menimcha o'zimni dangasaligimdan, o'zimni ashula eshitmaganimdan, ustozlarimizni ko'p tinglamaganimdan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Uzr, men javob topolmadim. Demak, mazkur qo'shiqning ijrochisi ustoz san'atkorlarimizdan Rohatay Avezova, qo'shiqning nomi Adosiman. Marifat, afsuski har ikkala ishtirokchimiz ham ustoz san'atkorlarimizning qo'shiqlarini unchalik aytib bera olishmadi. Endi navbat 3-ishtirokchimizga yetib keldi. Balki 3-ishtirokchimiz tinglangan qo'shiqni nomini hamda uning ijrochisini topa olsalar kerak deb o'ylayman. Demak, avval rejissyorlarimizdan so'raymiz, 3-ishtirokchimiz San'atbek Yusupov uchun qo'shiqdan parcha eshittirishlari mumkin. Marhamat. Cennetçe güzel her yeriniz kadın karşıda sevmem tuğbiga lezer her yer. Marhamat, San'atbek, javobni eshitamiz. O ustozimiz O'zbekiston xalq artisti Hojixon Boltayev bo'ladilar. Qo'shiq nomi Hargiz. Afsuski, San'atbek, ustoz san'atkorimizning nomini to'g'ri topdingiz, lekin qo'shiqning nomini xato aytdingiz, chunki bu Suvoray Buzruk edi. Bugungi ishtirokchilarimiz ustoz san'atkorlarning ijodini, hayotini o'rganib, ularning qo'shiqlarini xirgoyi qilib yurishadi degan umiddamiz, shunday emasmi, Ma'rifat? Va albatta ishtirokchilardan so'rab qolamiz. Siz aslo kayfiyatingizni tushirmang, chunki hali oldinda shartlarimiz bor. Va ko'tarinki kayfiyat bilan navbatdagi shartga o'tamiz. Bulbul bog'dan ketdi, gul bilan qoldim. Xonishi jon o'rtar, dil bilan qoldim. O'zga chashmasiga tamshanma ruhim, kel yaqin ko'zimga, tel bilan qoldim. Juda ham chiroyli misralar. Bundan ko'rinib turibdiki, demak biz navbatdagi 3-shartimizga ham yetib keldik. Aynan ushbu shartimizni bekorga, bejizga she'r matnlari bilan boshlamadik, chunki bunda san'atkorlarimizning bastakorlik qobiliyatini sinovdan o'tkazamiz va aynan ushbu misralar bilan boshlanuvchi she'r matnlarini ularga taqdim qilamiz. Mana ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilar shartga tayyor bo'lsa, boshlaymiz. Marhamat, Mansurbek, shartni boshlab berishingiz mumkin. Bulbul bog'dan ketdi, gul bilan qoldi. Xonishi jon o'rtare, dil bilan qoldim. Bulbul bog'dan ketdi, gul bilan qoldim. Xonishi jon o'rtare, dil bilan qoldim. O'zga chashmasiga tamshanma ruhim, o'zga chashmasiga tamshanma ruhim, kel yaqin ko'zimga, sen bilan qoldim. Kel yaqin ko'zimga, sen bilan qoldim. Bulbul bog'dan ketdi, gul bilan qoldim. Xonishi jon o'rtare, dil bilan qoldim. Xonishi jon o'rtare, dil bilan qoldim. Navbatdagi ijroni Yulduz Jumanyozovadan tinglaymiz. Marhamat.
Bulbul bog'dan ketdi, gul bilan qoldi. Xonishi jon o'rtar, dil bilan qoldi. O'zga chashmasiga tamshanma ruhim, kel yaqin ko'zimga sel bilan qoldim. Kel yaqin ko'zimga sel bilan qoldim. Ana endi tele o'yinimizning so'nggi ishtirokchisi bo'lgan San'atbek Yusupovdan chiroyli ijro tinglaymiz. Marhamat. Bulbul bog'dan ketdi, gul bilan qoldim. Xonishi jon yurtar, dil bilan qoldim. Bulbul bog'dan ketdi, gul bilan qoldim. Xonishi jon yurtar, dil bilan qoldim. O'zga chashmasiga tamshanma ruhim, o'zga chashmasiga tamshanma ruhim, kel yaqin ko'zimga sel bilan qoldim. Kel yaqin ko'zimga sel bilan qoldim. Uchala ijro ham juda chiroyli bo'ldi, lekin shunday bo'lsa ham shartimiz g'olibini aniqlashimiz kerak. To'g'ri aytasiz, bunda bizga studiyamiz mehmonlari bo'lgan yoshlar yordam berishadi, ya'ni ular qarsaklari yordamida bizga shart g'olibini aniqlab berishadi. Marhamat, birinchi ishtirokchimiz Mansurbek Abdurimov uchun qarsaklaringiz. Ikkinchi ishtirokchimiz xonanda Yulduz Jumaniyozova uchun qarsaklaringiz. Va uchinchi ishtirokchimiz San'atbek Yusupov uchun qarsaklaringiz. Qarsaklardan ham ko'rinib turibdiki, bu shartimiz g'olibi San'atbek Yusupov. Mana shartimiz g'olibini aniqladik. Shunday bo'lsa ham, mana bu yangraydigan qarsaklar har uchala ishtirokchimiz uchun. Navbat tele o'yinimizning so'nggi 4-shartiga. Mana tele o'yinimizning so'nggi 4-shartiga ham yetib keldik. Bu shartimizda ishtirokchilarimizning bilim mahoratini sinovdan o'tkazamiz va ularning har biriga bittadan savol beriladi. Ilk savolimiz xonanda Mansurbek Abdurimovga. Savolni o'qib eshitiraman, diqqat qiling. O't o'chiruvchilar yonayotgan xonaga kirayotganda nafas olish uchun niqob va kislorodli ballonlardan foydalanadilar. Bundan bir necha asr oldin o't o'chiruvchilar nafas olish vositalari kashf etilmaguncha nafas a'zolarini himoya qilish maqsadida o'zining yonida doimo bo'luvchi bir narsadan foydalanishgan. Savol: o't o'chiruvchilar nafas a'zolarini qanday himoya qilishgan? Mansurbek javob tayyor bo'lsa eshitamiz. Menimcha javob o'zimning fikrim doimo yonida olib yuradi deysiz. Qo'li bo'lsa kerak deb o'ylayman. Himoya vositasi qo'lidan foydalanib nima qilsa kerak deb o'ylayman. Javobingiz qo'li. Afsuski javobingiz noto'g'ri, chunki qo'l o't o'chiruvchilar uchun ikkala qo'l ham juda ham zarur. Ya'ni shu o't o'chirish jarayonida ular ikkala qo'l bilan harakat qilishadi. To'g'ri javobimiz esa quyidagicha o'qib eshitiraman. O'sha paytlarda o't o'chiruvchilarning hammasida qalin va uzun mo'ylov bo'lgan. Mo'ylovsiz o't o'chiruvchining o'zi bo'lmasdi. Yonayotgan yoki tutunga to'lgan xonaga kirishdan oldin o'chiruvchilar
mo'ylovlarini suv yoki so'laklar bilan ho'llab, burunlari ichiga tiqib olishar va ushbu qo'lbola respirator orqali nafas olishardi. To'g'ri javobimiz mana shu. Shartimizni navbatdagi ishtirokchimiz bo'lgan Yulduz bilan davom ettiramiz. Marhamat Yulduz, savolimizni diqqat bilan tinglang. Bu ish juda nozik. U shu soha vakillaridan juda katta mehnatni talab etmaydi. Ko'proq kuzatuvchanlikni talab etadi. Yilda 2-3 bora, mabodo yil davomida issiq juda kuchli bo'lib, shamol bo'lmasdan tursa, 5 marotabagacha ter to'kib ishlashiga to'g'ri keladi xolos. Uning qo'l ostidagilar juda injiq jamoa. Mabodo buyruqbozlar ko'payib qolsa, imkon bo'ldi deguncha uni tark etishiga harakat qilishadi. Savol: qaysi kasb egalari xususida so'z bormoqda? Agar Yulduz tayyor bo'lsangiz, savolning javobini eshitamiz. Marhamat. Mani javobim o'ylashimcha asal arichilar. Bizani Shivada bolchilar. Menimcha shularning kasbi shunaqa bo'lsa kerak. Javobingiz juda ham to'g'ri. Va men so'nggi ishtirokchimiz uchun savolni o'qib eshittiraman. Dunyoda shunday kasb egalari borki, ular aldashni yoqtirishadi. Aldanishni esa aslo xush ko'rishmaydi. Ularning aldovlari boshqalarga zavq bag'ishlaydi. Gap kimlar xususida ketyapti? Endi men o'zim doğrusu futbolga qiziqaman. Menimcha futbolchilar bo'lsa kerak. Futbolchilarni o'yin mahorati, aldab o'tishlari shu muxlislarga zavq beradi deb o'ylayman. Javobingiz juda ham to'g'ri. Aziz teletomoshabinlar, shartimiz natijalari o'zingiz kuzatib borayotganingizdek o'z-o'zidan ma'lum bo'ldi. Ya'ni bu shartimizda yosh san'atkorlarimiz Yulduzxon va San'atbeklar savollarimizga to'g'ri va aniq javob berishdi va g'olib bo'lishdi. Hurmatli teletomoshabinlar, guvohi bo'lganingizdek tele o'yinimizning yakuniy natijalariga ko'ra San'atbek Yusupov g'olib bo'ldi. Boshqa ishtirokchilarimiz ham shartlarimizni a'lo darajada bajarishga harakat qilishdi va albatta jonli ijroda bir-biridan chiroyli qo'shiqlarni muxlislarimizga taqdim eta olishdi. Mana bu qarsaklar sizlar uchun. Aziz teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz an'anasiga ko'ra endi bugungi ishtirokchilarimizdan jonli ijroda ajoyib tarona tinglaymiz. Marhamat. Qaysi falay burjini ovmayri piran varsan, qaysi sada burjini ovgavhar shahvarsan, qaysi tanavsi napayta tarsan, qaysi chaman zarini nalayi gullarsan, Süllemana iperi kimni sever yarsan. Ala göz boy boy boy, kara göz boy boy. Aba göz gel beri hey, kara göz gel beri. Ey kometinge bandadır, bağla serviravan. Lale bir aşkını bunçayılır bağırkan. Çünkü çemen serde, bol seyler gülüşen. Nalasın eyler kızı, bülbül bir hanıma.
ey senem ey kimni sever yarsan ala göz boy 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 Kara göz boy boy Ala göz gel beri hey Kara göz gel beri Bir gece eyletmağın bir muhabbet eyal Hamrah yolda sen berçe ulustan hal Külbe insanıma olsa eğer mimar Kamil maksuduna rastın eylep beyan Söyle bana seni kimni sever yarsan Ala göz koy boy boy Kara göz boy boy Ala göz gel beri hey Kara göz gel beri Eş tarzım neyindi seni de bilenme Hayalımdan büyürmen özümünü bilermen Kamil var deyip ben özümden dilermen Divana meşrebin men iş kötüne yanarman Söyle bana senem ey kimni sever yarsan Ala göz boy 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 Kara göz boy boy Ala göz gel beri hey Kara göz gel beri Ala göz boy 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 Kara göz boy boy Ala göz gel beri hey Kara göz gel beri Hurmatli ishtirokchilar, bugungi ko'rsatuvimizda qatnashganingiz, faolligingizni namoyon etganingiz uchun sizlarga alohida minnatdorchilik izhor etamiz. Aziz teletomoshabinlar, siz shanba oqshomida ko'rsatuvni tomosha qildingiz. Kelasi shanba oqshomida ana shunday ko'tarinki kayfiyatda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling deymiz.